Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Vatanimiz til bilan tasvirliksiz darajada bir zulm ostida qelyotidi. Xitoy muttahamlari Xitoydan chekini ochdi, qarindoshlar. Vatandagi har bir zulmning o'zini til bilan tasvirlash, qalam bilan yezib tushuntirishning o'zi haqiqatan bizga ig'ir to'xtayotidi. Dünya ahlimi bundaq bir zulmning borlig'ini bilmaydigan yerda emas. Ularni bilyotidi. Bizniki vatanga axborot kirgizib, muxbir kirgizib, bu yerdagi Xitoyning zulmlarini surat bilan, pokit bilan elib chiqish imkoniyatimiz yo'q. Ammo g'arb ellari har turli vosita bilan u yoqlarga muxbir avatib, egallab chiqyotidi, ammo bir xil sukutda turyotidi, qarindoshlar. Bu sukutda turishning o'zi yo bizdan bir narsa kutyapti, yoki bo'lmaydi Xitoy bilan elib berayotgan savdo to'xtam, iqtisodiy munosabat va siyosiy munosabat strategiyalar boshqasi bir rol o'ynayotdi. Bunisi bizga noma'lum. Endi zulm tortayotgan bizning millatimiz bo'lgan ekan, zulmga qarshi turishmi bizning majburiyatimiz, qarindoshlar. Xitoyning zulmiga biz oldi bilan o'zimiz qarshi turmasak, o'zimizning haq huquqimizni talab qilish uchun o'zimiz ko'krak kirib maydonga chiqmasak, g'arb ellari, sharq ellari, islom ellari, Turkiya qarindoshlar, ularni o'z ishi bilan bo'ladi, qarindoshlar. Bu oldi bilan bizning majburiyatimiz. Xitoyga qarshi biror harakatga o'tish, o bizning majburiyatimiz. Chet elda bo'libmi 92-yildan buyon 25 yillik bir uzun tarixiy musofada biz siyosiy faoliyat qildik. Vatan davosini xalqaroga tushuntiramiz, xalqaralashtiramiz, vatan davosini g'arb dunyosiga anlatamiz deb mushu yo'lda mengayotgani hozir 25 yil bo'ldi. Vatan davarimizni dünya tushunmadi emas, xil undan tushundi, hatto bizdan bakira tushungan edi. Ammo bir turlik hozirgacha inkos yo'q. Balki bizdan bir narsa kutayotgan bo'lishi kerak. Qarindoshlar, biz endi bu qadar sukut tushunib qolsak bo'lmaydi. Sukutga cho'mdik, ammo bir tadbir qo'llanishga intilmayotimiz. Bizning elimizga singib qolgan bir narsa borki, oldi bilan kuchli bir davlat bizga ega bo'lishi kerak. Kuchli davlatlarning himoyasi ostida ondan keyin bir ishni boshlasak, inshaalloh bu ishda g'alaba qilamiz, urushda g'alaba qilamiz, kurashda g'alaba qilamiz, natijaga erishamiz. Biror davlat ega bo'lmay turib, biz Xitoyga qarshi o'z kuchimiz bilan, o'zimizning, ya'ni yo'qning o'rnidagi asosan yo'q kuchimiz bilan bu Xitoyga qarshi turib bir natija qozonolmaymiz. Ham ig'ir ziyon tortib ketamiz degandek ma'lum bir siyosiy nazariyaning orqasidan 25 yillab minib ketdik. Hozirgachilik biror davlatdan ko'zik sado chiqmadi. Endi bizning bir aqlona yo'l izlayotganligimiz yoki bir siyosiy yo'l bilan diplomatik usul bilan masalani hal qilish uchun bir yo'l izlanayotganimiz balkim Xitoy uchun boshqa bir signal bo'lgan bo'lsa kerak. Shuning o'xshashla g'arb dunyosiga boshqacha bir signal bo'lib qolgan bo'lsa kerak. Da'vo bizning ekan, vatan bizning ekan, millat bizning ekan, zulm selayotgan dushman bizning dushmanimiz bo'lgan ekan, oldi bilan biz yana turib o'tirg'i chiqishimizga to'g'ri keldi, qarindoshlar. Ma'lum jihatdan tavakkul qilib beqishning o'zimi ziyonliq ish emas. Endi Xitoy bek kuchlik, dunyodagi eng kuchli qudratli davlatning biri, millionlab askar kuchiga ega, dunyo Xitoydan o'rkayotgan, ehtiyot qilayotgan, qo'rqayotgan bunday vaziyatning o'zida biz qaysi kuchimiz bilan Xitoyga qarshi maydonga chiqa olamiz degan gapmi bo'lyotdi. Bu albatta haqliq.
Hatto Suriyaning o'zida boshqa bir millat uchun, boshqa bir tuproq uchun janasab berib, jihad qilayotgan mujohid qarindoshlarimizmi sado qilyotdi. Biz vatanga mangsak, Xitoyga qarshi jihad qilsak, bizni boshlab boradigan kim bor? Biz qaysi yo'l bilan, qaysi usul bilan Xitoyga qarshi turmaymiz. Shuning uchun biz Suriyada bo'lsin, mushayda tog'utlarga qarshi musulmonlarning dard ahvolini hal qilish uchun o'zimizning bir kishilik islomiy majburiyatni ado qilyapmiz deb ular shunday javob berib turyapti. Bu nuqtadan aytgan chog'da bizning ishimiz haqiqatan og'ir, qiyin. Albatta buni tushunmagan yerda emas, 20 necha yilning yog'i biz shu qurolli harakat bilan siyosiy diplomatik munosabat harakatining o'rtasida fikr yurgizayotgan bo'lganligimiz uchun albatta qarindoshlar bu dardi ahvolimizni bilmagan yerda emas, hali undan bilyapmiz, bilib turib Xitoyga tosh ataylik, hammamiz birlikda Xitoyga tosh ataylik degan chaqiriqni men o'z oldimga o'tirib qo'ydim qarindoshlar. Endi Xitoy kuchlik, dushman bek kuchlik, bizim kuchimiz yo'q. Biz qaysi imkoniyatimiz bilan, qaysi maqdurimiz bilan bu qadar kuchli bir dushmanga qarshi tosh etib o'tirib chiqa olmaydik degan bu gapning o'zi albatta taslimchilik emas, bu haqliq. Lekin bu yerda maydon masalasi va mavqe masalasi bor qarindoshlar. Ayni vaqtda Namrud İbrahim Aleyhisselam'ni o'tga tashlagan chog'da bir cho'milniki vaqasi bor qarindoshlar. Shuni bir asilchib o'tib, men bugungi fikrimni oxirlashtirmoqchi. Namrud İbrahim Aleyhisselam'ni o'tga tashlaganda osmon pelak yiqilg'u dövlab, o't yiqib, manchanoq silib İbrahim Aleyhisselam'ni shu o'tga atmoqchi bo'ldi. Buni o'zining shu hukmronlik tavasiga jakalab, bütün xalqni yig'ib atrofga, o'tning atrofiga tomosha ko'rishga, agar Namruddek bir podshoga o'zini xudo deb jakalagan bir mal'unning o'ziga kim qarshi turib, boshqa bir ilohning borlig'ini, ya'ni Allohdan iborat bir qudratli Tangrining borlig'ini jakalaydi ekan, oqibati Ibrohimdek bo'ladi deb ibrat qilish uchun xalqni yig'ib osmon pelak yiqilg'u dövlab o't yiqib İbrahim Aleyhisselam'ni o'tga tashlagan vaqtning o'zida bir cho'mila o'zining kichikgina, ya'ni o'ziga loyiq bo'lgan og'ziga suv elib, ya'ni kichik bir suv damchisini elib o't tarafga yugurdi. Yugurib ketayotganda boshqa bir cho'mila uchrab, u cho'milaga sol qo'ydi. Bundoq oldirashni nagman degandan keyin, sen anlamadingmi? İbrahim payg'ambarni Namrud o'tga tashlabotdi. Bundaq bir vaziyatning o'zida bu o't o'chirish tarafga qarab ketyapti mana degandan keyin ilqi so'rgan cho'mila kulib ketdi. Ey ahmoq, ko'midingmi? Osmon pelak buloqda qashqadek o't guldirlab kuyyotsa, sening og'zingni kichikgina bir suv damchisining o'zi nimaga yaraydi degandan keyin ilqi suv to'shib yotgan cho'mila shunday javob berdi. O'tning o'chmasligi u boshqa bir ish. Ammo meningki qaysi tarafda turganligimni, mening maydonimni, mening mavqeimning qaysi tarafda ekanligini bildirishim bu mening majburiyatim degan qarindoshlar. Hozir biz Xitoyga qarshi turamiz, Xitoyga qarshi tosh otamiz deb har bir Uyg'ur, mush erkin dunyodagi g'arbdan sharqgacha erkin yashayotgan, erkin dunyodagi har bir Uyg'ur Xitoyga qarshi maydonda turadigan muhim bir vaziyat keldi. Ya'ni o'zining irodasini bildiradigan, mavqesini, maydonni ko'rsatadigan shunday bir keskin tanlash vaziyati keldi qarindoshlar. Bu chog'ning o'zida endi Xitoy kuchlik, bizim kuchimiz yetmaydi, boshqa bir millatlar kirib, Amerika kirib yoki NATO qo'shin tortib berib, Xitoyni yo'qotib, ojizlashtirib bersa, undan keyin vatanimizni Xitoydan olib bersa, biz shu erkin bir sharoit ostida vatanga tinchlikdan kirib, ashada boy yashab, vatanda yashsak bo'ldi deb orzu qiladigan qarindoshlar bilan zodi Xitoy mal'un bu iflos nejis hayvon Xitoylarni vatandan quvlab chiqarsak bo'ldi. Shuning uchun jonimiz pido, melimiz pido, bir tomchi qinimiz qog'ichib o'zimizni pido qilamiz deb o'zini bag'ishlaydigan, o'zini mavqesini ko'rsatadigan maydon keldi qarindoshlar. Allohga omonat, omon bo'linglar.
qo'yib anglag'anga rahmat.